Bizim mazhabimizda farzand ko'rilmagan odamni ayol kishini qancha kutiladi? 25 yil kutiladi. 25 yil kutib farzandli bo'lmasa nima deydi shariat? Bir talog'ini berib javob ber demaydi. Ona shu ayol bilan kelishgan, mendan zurriyot tarqashi kerak, men benasib qolib ketmasligim kerak. Agar ayol nuqson senda bo'lsa, ayol menda bo'lmagan bo'lsa, imkoniyat bo'lgan bo'lsa ikkinchi ayolga bu ayolning ruxsati bilan o'rtada janjal chiqarmaydigan qilib, buni qo'yib yubormasdan boshqa ayoldan zurriyot ko'raversin deyishadi. Bir yilda haydab olmas. Payg'ambarimiz alayhissalomga sahoba-i ikromlar so'ragan ekanlar: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, idza kharajna min ad-dunya fadahul ardi khayrun lana aw batnul ard?" Siz vafot qilganingizdan keyin yerni beti bizga yaxshimi yo yerni tagi o'lib ketganimiz yaxshi? Aytdilarki, podshohlaring odil bo'lsin, olimlaring izzat hurmatda bo'lsin, ishlaring erkaklarning o'rtasida maslahat mashvarada bo'lgan bo'lsa, yashoringlar, bu yaxshi hayot. Olim podshohlaring odil bo'lmasa, olimlaring behurmatda bo'lgan bo'lsa, sizlarning maslahatlaring xotinlaring bilan bo'layotgan bo'lsa, o'lganlaring. Mana shuning uchun domla to'y qilyapti. Islomga muvofiq holatda to'y qilishlik uchun nima qilaman? Siz muftiysiz, bir fatvo bering desa, to'yda muftiylari xotinlar bo'ladi, shulardan so'rayman. Bizda xotinlar yo'q qoldi. Domla sizga keldi, sizdan so'rayman. Desa domla aytadi-yu, agar mendan bir masalani so'rab, uyga borib xotinim bilan ham maslahatlashaman desang aytmaydi. Yo'q, sizni gapingiz bilan deydigan bo'lsang, mayli ayting. Sabab uyga borgandan keyin domla falondaqa dedi, falondaqa to'y qilsalaring islomga muvofiq bo'ladi dedi desang-ku, xotining domla bekallarda aytib desa, xotining kofir bo'ladi. Chunki domlaning gapi emas, shariatning gapini inkor qilganligi uchun u xotining isrofgarchiligiga yo'l ochib, shariat qaytargan narsaga o'zi yo'l ochib berganligi uchun xotining dindan chiqib qoladi. Ana shuning uchun mendan maslahat so'rab, mashaga qolsa mayli. Shuning uchun imkon boricha qo'limizdan kelgancha bir maslahatlarimiz erkak kishilarning o'rtasida bo'lgan bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalomning davrida sahoba-i ikromlar savoblarda musobaqalashar ekan. Biz zakot qiyamamizga oxirgi aytadigan gapimiz. Hazrat Umar radhiyallohu anhu savobda Hazrat Abu Bakr Siddiqdan qolib ketar ekan. Do'l. Payg'ambarimiz alayhissalom bir kuni ihson qilinglar, sadoqat qilinglar dedi. Hazrat Umarning qo'liga 1000 dirham tushib qolgan ekan. Bugun Hazrat Abu Bakr Siddiqdan o'tib ketadi. Sabab Hazrat Abu Bakr Siddiq buncha puli yo'q. 500 ni uyiga tashlab, 500 ni hamyoniga solib Payg'ambarimiz alayhissalom yonlariga ko'tarib borsa, katta xaltada ko'tarib borgan ekanlar. Hazrat Abu Bakr Siddiq etaklariga bir narsalarni solib kelib, qarasa 500 dirham bo'lmadi. Payg'ambarimiz alayhissalom: "Ey Umar, 500 dirham katta pul. Uyingizga biror narsa tashlab keldingizmi, yo Rasululloh? Hijolat bo'lmay olaversinlar. Uyimga tashlab keldim. Yarmi uyda." Payg'ambarimiz alayhissalom: "Amin. Olib kelganingizga ham, tashlab kelganingizga ham Xudo baraka bersin" degan. Hazrat Abu Bakr Siddiq etagidagi narsani tashladilar. Ichida mayda, ichida pul, nina iplargacha bor ekan. Birovga kerak bo'lib qolsa. "Ey Abu Bakr Siddiq, siz uyingizga tashladingizmi biror narsani?" "Yo Rasululloh, tashlab keldim." "Nimani tashladingiz?" "Yo Rasululloh, tashlab keldim, olaversinlar." "Ey Abu Bakr Siddiq, nimani tashlab keldingiz?" "Uyimga Alloh va Rasulini tashlab keldim." Hazrat Umar radhiyallohu anhu yoqasini tishlab Allohga qasam, qaytib Abu Bakr Siddiq bilan musobaqalashdi. "Men 500 ni tashlab keldim, maqtanyapman. Bu Alloh bilan Rasulini tashlab keldim. Uyda hech narsa yo'q." Qaytib kelyapti. Yo'lda bir tilamchi chiqib, "Ey Abu Bakr Siddiq, ustimda ko'ynagim yo'q, ishtonim yirtiq, shu ustizdagini bering, siz Payg'ambarimiz alayhissalom yonida yuradigan sahobasi, sizga beraveradi, kelaveradi. O'zi ustimda shu kiyim qoldi, nina ipgacha tashlab keldim, boshqa hech narsam yo'q." Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu unday degan ekanlar: "Uyga boraylik, yechib eshikni qirg'og'idan uzataman, olib ketaverasiz" degan. Hazrat Abu Bakr Siddiq uyga keldilar, kiyimni yechib qo'lini chiqarib uzatdilar. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz alayhissalom bilan yonma-yon yurib, tuya bolasi enasiga ergashganda singari yurib, hech ham ajramaganlar. Faqat 3 kundan 2 marotaba ajragan ekanlar. Birinchisi Ka'batulloh yonida yuzlarigacha kaltakni yeb dabdala bo'lgan vaqtlarida 3 kun o'ziga kelmaganlar. Ikkinchisi mana shu kiyimsiz qolib ketganlar. Kiyimi qolmagan ekan. Yep-yalang'och hol. Birinchi kun o'tdi,
ikkinchi kun o'tdi, payg'ambarimiz alayhissalom Abu Bakr Siddiqni dedilar, "Ya Rasululloh, kiyimsiz uyda ekan, kelolmayapti" dedilar. Uchinchi kuni chidamagan ekanlar payg'ambarimiz alayhissalom. Siddiqimni sog'indi, birodarimni sog'indi. Uylariga ayollarini kiyimsiz, "Ya Rasululloh, sizni kiyimingiz sizdagi kiyimdan boshqa kiyim yo'q." Qizlari Fatima onamiz uyiga bordilar. "Ey Fatima, kuyovim Alini kiyadigan boshqa kiyimi bo'lsa bering, Siddiqimni sog'indi, ko'rgim kelyapti." 3 kun bo'ldi ko'rmagan. "Ya Rasululloh, kiyim yo'q." Payg'ambarimiz alayhisalom u yerdan chiqib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning uyiga keldilar. Hazrat Abu Bakr Siddiq kiyimsiz holatda eshikda tagida turibdi. Payg'ambarimiz alayhisalomning ifori eshikda qirg'og'idan kiryapti, narigi tarafda. Eshikni taqqillatay desa Abu Bakr Siddiq hijolatda qoladi. Eshikni ochay desa kiyimsiz qoladi. Qo'llarini ko'tarib taqillatmoqchi bo'ldilar, qaytib ketdilar. Fatima onamiz eslagan ekanlar. Payg'ambarimiz alayhisalom to'ylariga xurmoni danagidan bo'lgan tasbih, tosh tegirmon, chiroqli abdastdan yana shu odamlar kelganda eshikni tagiga yozilib qo'yiladigan qo'yni junidan bo'lgan, teridan bo'lgan, insonni tanasiga tegsa qichishib ketadigan bir jullik mato. Ana shuni eslab, hech bo'lmasa shuni topaylik deb sondiq tagidan olib, 3-4 joyini kuya yeb qo'ygan ekan, terib. Darrov yamoqni soldilar, joriyalariga berib Abu Bakr Siddiqqa erta Rasululloh soldilar. Payg'ambarimiz alayhissalom hujra-i saodatlarida Abu Bakr Siddiqqa boyagi narsa olib kelindi. Sekin oldilar, ustlariga kiydilar. 3 kun Rasululloh ko'rmadi, oshiq. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu muhabbat qildi. Yo'lda kelyaptilar, mana u oldi ochilib ketib qoldi. Engishib turib yerdan kuya yeydigan o'simlik, tikorlik o'simliklar 3 ta joyiga sayib olgan ekan. Shunday sayib yugurib ketyaptilar, yiqilib usti bor chang. Payg'ambarimiz alayhissalom yerga qarab o'tiribdilar. Hazrati Jabroil alayhissalom vahiy olib keldilar. "Ya Rasululloh, innallohu yuhibbukas salam." Alloh sizga salom aytyapti. Payg'ambarimiz alayhissalom salomga alayhi shunday boshlarini ko'tardilar. Hazrati Jabroil ustilarida jundan bo'lgan mato, 3-4 joyida yamog'i bor, 3 joyida boyagi tikandan qilingan tugmalari bor. Payg'ambarimiz alayhissalom hech ko'rmagan ekan. "Ey Jabroil do'stim, sizni hech bunaqa abgor holatda ko'rmadim, tinchlikmi? Nimaga bunaqa kiyinib keldingiz? Xoqsar holatda, ya Rasululloh. Siz meni bunaqa holatda ko'ryapsiz. Alloh taolo osmondagi jamiki farishtalarni shu kiyimga kiygizib qo'ydi. Abu Bakr Siddiqim shu kiyimni kiygan bo'lsa, senlar ham kiyishasan." Alloh taolo Siddiqning ismini aytib, Abu Bakr Siddiqqa salomimni yetkazinglar dedi, omonat. Yana sizga bitta xabar omonat bor. Ana shuni olib keldim deb omonatni aytib ketdilar. Hazrat Abu Bakr Siddiq yugurib keldilar, ustivosi chang, haqiqatan jullik mato ustida. Payg'ambarimiz alayhissalom tizzalarini quchoqlab yig'lab 3 kundan beri sog'inganlar. Hali xush xabardan xabari yo'q bu kishining. "Ya Rasululloh, sizni sog'indim, keldim." Payg'ambarimiz alayhissalom: "Ey Abu Bakr Siddiq, Alloh sizga salom aytibdi. Meni ismimni aytibdi. Abu Bakr Siddiq debdimi? Xudoning nazdida ham bizning ismimiz bormi? Ey Abu Bakr Siddiq, Alloh taolo aytayapti, mashriqdan mag'ribgacha bo'lgan insonlarning savobini bir odam to'plab kelsa-yu, Abu Bakr Siddiqqa nisbatan muhabbati bo'lmasa jannatimga kirgizmayman" deyapti. Siz ismimni aytadimi deb so'raysiz. Alloh taolo yana sizga aytayapti ekan, Jabroil xush xabarda aytib ketdi. Hammamiz orzuyimiz bo'lgan xush xabar. U nima edi? Alloh taolo so'rayapti ekan. Abu Bakr Siddiqdan biz rozi bo'lgandaqa Abu Bakr Siddiq bizdan rozi bo'ldi deb Alloh taolo so'rayapti. Men Abu Bakr Siddiqdan roziman. Siddiqim ham mendan rozi bo'ldimi deb so'rayapti. Xudo taolo bu kishiga shunaqangi mahabbati berdi. İnşallah qo'ldan kelgancha vaqtimiz yaqinlashib qoldi. Qo'ldan kelgancha mana shu sadaqotlarni, ro'za fitrlarni, zakotlarni ado qilgan bo'lsak, inshaalloh Xudo taolo molimizga ham baraka beradi. Vaqtimiz yaqinlashib qoldi. Subhanalloh.